Giraldagi do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Jag'istay bozorida Pokistonda ko'chib kelgan Musaji akamizni ziyorat qilyapmiz. Musaji akam bo'lsa, nurg'unlagan o'tganlardan necha qitim o'tkalgan, Noposi 20 yilning oldida Jag'istayga o'tkalgan degandek, mashaqatli Jag'istaylik bir qiz bilan to'y qilib, Pokistonda misha ko'chib kelgan akamiz bo'ldi. Bundan keyin ishlarining yaxshi bo'lib, yanzongning quritib ketishini, 113 sant emas, 5 sant quritib ketishini chekkanimizni umid qilamiz. Kallari Qonaqshaq atiyaz paslida tugab ketib, burtning bir yaqin to'g'rab berayotqashqa, burtning bir yaqin sal qisqara vaqay qo'la uni to'g'ri tushunishini chekkanimizni umid qilamiz. Undan so'ng ko'p rahmat aka. Ishlar yaxshi bo'lsin. Jag'istayda ishlangan 5 yo'l programmamizda ekranlarda hozirlayotgani Daniyor akamiz oldi. Daniyor akamizningki hozirgacha 5 yilga sabab bo'lsa, o'zini boy deb hech kimga demasligi, banasini ot kallaga berib etib, o'zining ishini yemasligi va buni bugungi 5 yil sababchi Daniyor aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizniki shu o'zingizning kalla bilan tang mo'zaylarni yeyib olishingizga nima sabab bo'lib qoldi shu yangam nomaykisini kiyib olishingizga? Demak, yangam nomaykisini kiyib biz ekranimizga chiqqan Daniyor aka bu, Jag'istayda 5 yilga mevatga yaxshi akamiz. O'zidagi shu mudofaa tadbirlarini yaxshi ishlayotgachqa bugun bizmi bu akamizni yo'qlashni qaror qildik. Qadringizni Jag'istayda yashab 5 yo'lni bilib olishingizni, yangamning ko'ynaklarini amalo kiyib olishingizni chilkolamiz umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Sevimli do'stlar, bugungi Jag'istay'dagi 5 yo'l programmamizda biz yana bir o'zaqliq to'yish qilgan bir odamni ziyorat qilib keldik. Xudo solib odamni qashaqatdi. Mana bu odam Jag'istayning madaniyat tarqatishlariga zo'r tuhfalarni qo'shayotgan Nizamdan Hasan cho'ndadimiz oldu. Sizniki bu yetgan darmonunuz import mu yoki nereden? Eksport. Eksport. İşte bir maşını to'xtadi. O'zgilar chiqib kel, uyda erkak yo'q dedi. Keldim aldığa, irshadning aldığa. Nim deyman endi? Nizamda yo'q dedi. Ya ağzına poq dedi. Yesel. Mana bu 5 yilga mangan cho'ndadimizningki darvozlari import, eksport qilingan bo'lg'achqa, bugun sizni ham shu Sarxildagi Kamal efendimning hozirgi ko'ngillar yo'qlig'ash, biz bilan birga otlanishga chaqirib, ishga oldingizga kelib o'tiryapmiz. Sizniki shu charu beqishyapti, qancha charularimiz bor? Kalla bormi demakchi? Charuda bir talmi yo'q. Charuning bir talmi yo'q. Shu siz kesal tegmayotgan charularimiz bor. Bo'lmagandan keyin, charu degan yan chiqdi. Tabiiy keldi. Uni tar chiqdi. Rahmat. Unda biz yo'lga chiqandik. Yo'lga chiqaylik. Voy, qanaqa havola? İnşaatı bir kıraydık, ben yaman taşın aldım bunu. Havola yaxshi, havola yaxshi. Salomat, aka qo'lingni. Bizi yoklap geldik. Seni yo'qlab keldim. O'saqni to'qlab keldim. Ancha uslu o'ynab, senlar sho'xlab keldi. Ben sen bu şunu vermemsen. Ben de çarxıllarga. Şemsiçilerimning uyiga boshchilikda kiramiz. Eng yaxshi sarxil narsalarni eng oldida beramiz. Burada 20 tuttuk ayrı. Mana. Mozayin üstün ayrı. He. Asmanda uççu verip kanatımızı kayırıp etimiz. Şemsiçilerimning mozayilerini üstün ayrı etimiz. Güzel aman bol. Her kırgının başım bana. Aman ne? Başak geldim Ama aman. da yaman görme bu. Yüreğini biri ver. Türkçe yürek öptü ver bunu. Ya bu İngilizler gitti bu. O da yaman yigit görsek geldi. Biri verip yüreğini de kırarım. İki adamlar ki muda karardı bu. Bakasın biri ve son yüreği. Do'stlar, hozir bizning kelganimiz bo'lsa, Mejintal shahriga pastarab kelgan, Azizning uyiga keldik. Jag'istay uchun tunji qo'liq chektirgan degandek. Jag'istay uchun tunji qo'liq chektirgan yoki qo'lini tutitay. Bizlarchida bunda chekishlar qanaqa qaraysiz? Yürek. Yurak. Yürek verdi de. Yurak berdi. Densan desa qo'l. Densan deymiz de. Mana qo'liga o'zining qo'liga o'zi densan berayotgan Azizningki, o'sha yuqumning oldini olish. Mudofaa xizmatlarini yaxshi o'tadi. Buniki cho'nlari Ukrainadan bo'lg'achqa o'zining rangi bu Jag'istay'dagi seriq rangi mayil buniki. Seriqmiki emasmiki jonda? Yana qanday nimlarni bayqalasa buni qarab. Abdikerim çarxını götürün ben de tutun karı aldın. Muşu balın da tut kaldı çarxını arı aldı dediğine bayqa. Buniki ishga oldindagi o'stanlarniki kichilib eri qo'yib ketishini, sening kayinda tug'ilayotgan baldirlarning bir-birini seriq qo'yib ketishini cherkovimizda umid qilaman. Sami ko'p rahmat sarxilni izchil qo'llab, ishiltib, o'sha Abdukerim kamni endi turayotganligingga eng muhimi Bikalıkım. Bikayem bilmem kuzustan mı? Bikayemden vermez. Bikayem. Bir seyitmek ne olsa? Ben yaptım aslında hadi. Ayıkın şişitmekten aldık bakalım. Ayıkın şişit gitilse? Öz bak amgalimden de alamdı. Budlarının köğünlüğü nizamçılarım eviydi. Sarxilning yemlarini edimechilik qilib deb
sarqildan yemleri bilan o'zi qudlarini yo'qlab qolyapti, biroq Kutusu ishikdan kirgizmaydi hozir mana. Mujinda qudlar sizlarga bormi? Mujinkas rayonida bir yo'llab yiqilib, mana ishikdan kiraylik. Kirgizmaydi, deyapsiz kirpiqa. Ma irşatni aşkardan to'qlab o'tamiz, chiqib qoldi yem bilan qudini yo'qlab o'tamiz. Qonozda ishikdan kiramsiz beka deyapman. Kelib tavib ko'rmadi mana. Qirg'izistonning osmoni kengri, hamma yeri yo'riq. Ahmadchodam 30 yil xodiga aytdi, nimanchalar o'roq. Bu menga aytdi to'g'ri. To'g'ri, mana Badem to'g'ri keldi. Sirashkam, Jag'istondagi eng o'maq akamiz. Sirashkamning o'maqligini qana bilgili oldi deganda, Hindistonning kinosini chiqib ko'rib, Sirashkamning kindigisali ichilib qolgan bo'lib qoldi. Shu Hindistonning kino cho'lponlariga o'xshaydigan Sirashkamning mush kasalning oldini olish xizmatlarini yaxshi ishlab, mush chorvachilik ishlariniki texmo yaxshi yo'lishga tilakdoshmiz. Sirashkamning baqqani kala deganda yeydigan qaymoq, kindigini ozroq ichib, shapkilari maymoq deganda, shapkisal maymoqmi nima sonda? Qaymoq emas buni. No'chiligida uniki. No'chi. Hamma dehqonlik makina kerak. Ko'chada nurg'un yosh bolalar bor, bir-birisidan pochi. Oxirini churiydim. Sırasıken no'chi shu. Yol vergin yol izleyenler